Assalomu alaykum, Shifokor ona auditoriyasining obunachilari, kuzatuvchilari. Omonmisiz? Biz siz uchun foydali bo'lgan bola parvarishini o'rgatib boryapmiz. Faqatgina sizlar buni bizga tarqatishga yordam berishingiz kerak. Biz auditoriyani kuzatib boryapmiz. Kuzatasizlar, lekin obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lish kerak. Bu foydali narsani xalqimizga tarqatinglar. Bu qizlarimiz onalikka o'zini tayyorlasin. Yosh onalar bolasini parvarishini bilsin. Bu go'dak bu. Go'dakni biz asrashimiz kerak. Bu go'dak kasal bo'lmasa, bu hammamiz uchun yaxshi. Ham oilaga, ham jamiyatga yaxshi. Faqatgina sizdan iltimos, bizni qo'llab-quvvatlang va kelgusida biz sizlarga yana bola parvarishi to'g'risida juda chiroyli video ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. Xo'p, boshladik. Bugungi mavzumiz, suhbatimiz, sizlar bilan olib boriladigan suhbatim bu bolalarning burni, nafas yo'llarining parvarishlash to'g'risida. Go'daklarimiz burun orqali nafas oladi. Og'iz orqali emas. Mana siz bilan biz burnimiz bitib qolsa, og'zimizdan ham nafas olamiz. Lekin go'daklar unday emas. Shu sababli go'daklarning burun yo'llariga parvarish alohida bo'lishi kerak. Ularning og'zi kichik hali, tillari og'zini to'ldirib turadi. Shu sababli og'zidan emas, burundan nafas oladi. Burun bu nafas olish organining darvozasi hisoblanadi. Shu burun orqali havoni yutadi, shu bilan birgalikda mikroorganizmlarni, ya'ni infeksiyalarni ham yutadi. Mana siz hovlida yashaysiz, darvozangiz bor. Darvozani oldini chiroyli qilib suv sepasiz, supurasiz, gullar ekasiz, daraxt ekasiz, obod qilib qo'yasiz. To'g'rimi? O'tayotgan kishini bahriga ochilishi kerak. O'tayotgan kishini fikri shu xonadonda qanday sog'lom turmush tarzi ekanligini bildirish maqsadida qilasiz. Demak, bolani burni ham bu darvoza hisoblanadi. Agar ona bolasini burnini chiroyli parvarish qilib borsa, burnisiga qarab, onani parvarishiga baho beramiz. Demak, go'dakning burun yo'llari tor bo'ladi. Shilliq pardalari nozik bo'ladi. Qon, limfa tomirlariga boy bo'ladi. Yallig'lanish jarayonida tezgina shilliq pardalari shishib qoladi-da, burun nafas olish yo'llarini to'sib qo'yadi va bolajonimiz nafas olishga qiynaladi. Nafasi qisadi, joyi kelsa ko'karib qolish holatlari bo'ladi. Chunki shilliq pardalarning bezlaridan juda ko'p shilimshiq ajraladi. Bu bola nafas olishiga xalaqit beradi. Burundan ko'p shilliqlar oqib turadi. Emiziladigan bolachalarimiz onasini emolmaydi. Bola och, onani ko'kragiga sut bor. Sutni emaman deb harakat qiladi. 1-2 qultum emadida ko'krakni tashlab chinqirab yig'laydi. Og'zida suti bor. Lekin bolamiz emish uchun nafas, ya'ni burun yo'llari shishgan bo'ladi yoki tiqilgan bo'ladi. Shu sababli go'dak emolmaydi. Uyqusi behalovat bo'ladi. Uyqusi tez uyg'onadigan bo'ladi. Uyqusi ravon bo'lmaydi. Qixillab nafas oladi go'dak. Demak, onalarimiz burunga qanday parvarish qilishlarini bilish kerak. Endi men sizlarga burunni qanday parvarish qilish tartiblarini o'rgataman. Ayrim onalarimiz ko'ramiz, burun qatqalog'i paydo bo'lgan vaqtida to'g'nag'ich yoki shpris yoki shpilka kabi jismlar bilan olishga harakat qiladi. Bu juda ham noto'g'ri, onajonlar, bu juda noto'g'ri. Chunki bu aytib o'tdim-man, bularning shilliq pardasi juda nozik. Siz jarohatlaysiz yoki infeksiya tushirasiz. Men bunga yordam ko'rsataman deb, bunga ikkinchi muammo kasalliklarni keltirib chiqarasizlar. Shu sababli parvarishni biz sizga to'g'risini o'rgatib boramiz. Demak, bolamizni burnisidan shilliqlar oqyapti. Birinchi kun ona harakat qilsa,
bolamiz bir kun, ikki kun ichiga tuzalib qoladi. Chunki shu shilliqlar natijasida bolani yuqori nafas yo'llari yoki pastki nafas yo'llari yallig'lanishi mumkin. Muammo kelib chiqishi mumkin. Onamiz zudlik bilan bolasida yordam ko'rsatsa, ham bolamizga nafas olishlari yaxshilanadi, ham kasallikni oldini olgan bo'ladi. Endi bolamizni burnini parvarishlash oldin har doim aytib o'taman, qo'llar 6 bosqichda yuvilishi kerak. Tayyorlab qo'yamiz. Mana menga 0.9% natr xlor eritmasi bor. Mana bunday moslama burunlarni tozalagich, mana bu atsos chamiz bor va mana rezina balonchigimiz bor. Yoki rezina balonchikdan foydalanishingiz mumkin, yoki mana bunaqa moslamadan foydalanishingiz kerak. Sizni uyingizda rezina balonchik bor edi. Qanday ishlatish tartibini o'rgataman yoki sizga mana bunday atsoscha bo'lsa agar qanday ishlatish tartibini men sizga ko'rsatib boraman. Burun parvarish go'daklarda yoki shilliq oqishi natijasida yoki bo'lmasa shilliqning qotib qolib qatqaloq bo'lishi natijasida burun yo'llari to'silib qoladi. Shu to'siqlarni ochish maqsadida biz bolani qanday parvarish qilamiz? Endi bolangizni burundan shilliq oqdi. Siz nima qilasiz? Agar siz rezina balonchikdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, qo'lingiz yuvilgan, toza balonchigimiz ham oldin 15 minut qaynatilgan bo'lishi kerak. Balonchiklar sizga 2 dona bo'lishi kerak. Ho'qna qilish uchun alohida, burun tozalash uchun alohida. Ular buyumlar, parvarish buyumlari saqlanadigan qutida ham alohida saqlanishi kerak. Demak, siz balonchikdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avval shilliqdan tozalaymiz, keyin yuvamiz. Qatqaloqda esa avval qatqaloqni yumshatish uchun yuvamiz, keyin surib olamiz. Demak, bolamizni shilliqlarini biz mana balonchikni havosini chiqaramizda, mana chap qo'limizni bosh barmog'i bilan mana shunday qilib burun uchini sal yuqoriga ko'tarsak agar burun yo'llari ochiladi va biz mana sekingina burun shilliqlarini tozalab olamiz. Mana bitta burun katagida men shilliqni tortib oldim va mana oldimda idishda mana suv bo'ladi. Men suvda mana balonchigimni yuvaman. Yaxshilab yuvish kerak. Endi ikkinchi burni xuddi shunday holatda mana shilliqlarini tortib olasiz. Va albatta balonchigingizni yana bir yuvasiz. Yana bir marta shilliqlarni mana qarang tozalab olamiz. Tozalab oldik. Keyingi burun kataklarini yana mana qarang tozalab oldik. Keyin biz yuvamiz. Endi men sizga bu moslamani ishlatishni ko'rsataman. Mana qarang, bu tarafi, bu tomoni bilan bu yechiladi, yechilib yana yuvib buni tozalab qaytib to'qib bo'ladi. Mana bu tarafi ona tomonga bo'ladi, bu tarafi esa bolaning burnisiga. Mana qarang, bolani burnisiga xuddi mana shunday qilib sekingina mana joylashtirasizda, mana ikkita barmog'ingiz bilan ushlab turasiz va ona mana shu tomondan so'rish kerak. Mana shunday qilgan vaqtimizda, demak, mana bu bo'shliqqa o'sha shilliq kelib to'kiladi va natijada bolamizni burundagi shilliqlarni tortib olamiz. Mana yana bir marta qaytib ko'rsataman. Ikkinchi burun katagida mana tiqdingizda mana tortib oldingiz. Tortib olgandan so'ng buni bemalol mana qarang bu yechiladi. Mana shu joyga axlat yig'iladi. Onalar qo'rqmanglar, men so'rayotgan vaqtimga meni og'zimga kesachi deb qo'rqmanglar. Yo'q, axlat mana bu idishimizga kelib tushadi va biz bu idishda bemalol обработка qilib bilamiz. Mana bularni ham qarang, mana bular yechiladi. Mana yechib, bularni yuvib, keyin qayta boshdan to'qishimiz mumkin, onalar.
Endi bolamizni shilliqlarini tozaladik. Mana meni qo'limda natr xlor 0.9%ligi bor. Bu natr xlor tuzli eritma. Tuzli eritma bolaning shilliq qavatlarining shishini olishga juda yaxshi foyda qiladi. Bolaga ta'sir qilmaydi hech qanday shilliq qavatlariga, chunki bu past foizda, 0.9%da. Men buni oldindan mana isitib qo'ydim, ilitasiz va mana shpris. Toza shpris bilan tortib olasiz. Tortib olasiz. Buyumimizni parvarish qilish buyumlarini qutini ichida albatta sizga natr xlor, shpris va burun tozalagichlar bo'lishi kerak. Mana men ma'lum miqdorda natr xlorni oldim. Yana bemorimiz, bolajonimizni burunchasini ko'tarib, mana qarang. Sekin-sekin tomchi tomizamiz. Tomchi tomizamiz va burunlar kataklarini, burun qanotlarini burun to'sig'iga birozgina ushlab turamiz. Xuddi ana shunday qilib bolamizni burnini yuvib olishimiz kerak shilliq oqqan vaqtda va bizga albatta qog'oz salfetkalari kerak bo'ladi va bolamizni burun chetlarini yuvib olamiz. Demak, bu natr xlorimizdan yuvishdan maqsad bolaning burun yo'llarini ochishga va shishini oldini olish maqsadida qilinadi. Endi burnida qatqaloq bo'ldi. Qatqaloqni siz qanday tozalaysiz? Qatqaloqni tozalashdan oldin biz ilitilgan natr xlorni olamiz. Hech qanday jarohat yetkazish kerak emas. Mana yana ko'rsataman, bosh barmoq bilan burun kataklarini ko'taramizda, mana natr xlorni tomchi yuboramiz va burun kataklarini burun to'sig'ida birozgina bosib turamiz. Qatqaloq yumshaydi. Qatqaloq yumshagandan so'ng biz mana bu moslamachamiz bilan yoki rezina balonchik bilan tortib olishingiz mumkin, yoki shu moslamachamiz bilan tortib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qarang, xuddi men bu yerda ko'rsatganimdek, mana shunday qilasizlar. So'rganingizda qatqaloq albatta ajralib chiqadi. Mana shunday qilib burunni parvarish qilishimiz kerak, aziz onajonlar. Demak, bu burun organizmning darvozasi dedik. Onalar ayrim bolachalarning shilliqlari oqib yuradi. Birgina ona faqat burnisini artatib qo'yadi. Bolam emayapti deb shikoyat qilib doktorga keladi yoki uyqusi behalovat deb keladi. Bularning hammasida demak burun parvarishining noto'g'ri bo'lishi. Agar siz hozir ko'rsatganimizdek chiroyli qilib burunni to'g'ri parvarish qilsangiz, bolangiz erkin nafas oladi va unga hech qanday infeksiya yuqori va pastki nafas yo'llariga tushmaydi. Bolangiz tezgina yaxshi bo'lib, yana avvalgi holatidek chiroyligina ko'kraklaringizni emib, mazza qilib yotadi. Hurmatli auditoriyamizning kuzatuvchilari, obunachilari, sizga agar hozirgi videolarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga tarqating, like bosing, obuna bo'ling. Sizga qanday savollar va murojaatlar bor? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Biz sizga video tarzida albatta yoritib berishga tayyormiz.